egalariga pul juda ham zarur bo'lganligi uchun arzon narxda berib yuryapti. Oltintepadan so'rovmidinglar? Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uchi bolalar. 2 sotuv 5 ta xona, pastda podvali ham bor. Tak, kichkinagina bo'lsa ham zeleniy zonasini ko'rdinglar. Manzil Oltintepa postidan 5 km kiriladi, Tutzor mahalla, orientir havas do'koni. Xo'p, kirib olgan bo'lsa uyimiz 100% pishgan g'ishtdan qilingan, kiraverishda 10 xolda kuxnya bo'lyapti. Eslatib o'tamiz, kuxnya mebel va xonadonimizning barcha jihozlari o'zini joyida qoladi. Chap qo'lda mana tak mehmonxona juda ham shinam qilib qo'yishdi. Uyimiz tepli pol 100%. Sanuzel ko'rishimiz mumkin. Va yana bitta mehmonxona. Tashqarida shamol aylanadigan joyi bor. Bu mana kattalar yotoqxonasi va ichkarida sanuzeli ham bor. Uyimiz barcha jihozlari o'zini joyida qolyapti, lekin narxiga juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Bu yerda mana ikkita yonma-yon bolalar yotoqxonasi bo'ladi-ku, bir xil. Menda bitta o'g'il, bitta qiz deydiganlar. Yoki bo'lmasa ikkita o'g'il, bitta qiz deydiganlar. Xonalari razdelniy. Xullas, skvoznoy planirovka, shamol aylanishi yaxshi. Har bitta xonadonda, har bitta, ya'ni xonada oyna bor, shamol aylanishi juda ham yaxshi. Xullas, uyimizning narxi $91,000 faqat naqdga sotiladi. Tak, manzilli aytdik, orientir aytdik, bizani kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar.